Metroni yonginasidan ipotekaga to'g'ri keladigan xonadon so'ragan akalarimizning diqqatiga, remontlarga e'tibor berasizlar. Chiroylikkina remontlardan chiqarib qo'yilgan, kirib yashashingizga tayyor. Ortiqcha xarajat qilmaysiz. Zal qismi bu yerda. Xonadonimiz 78 kvadratdan iborat bo'ladi. Prixosh gazimiz, remontlarga e'tibor berasiz. O'zining konditsionerlari bor. O'ng tomondan ko'rib chiqadigan bo'lsak, bolalar yotoqxonasi chiroyli lustradan qo'yib qo'yilgan va uni yonginasida ota-onalar yotoqxonasi, uy egalari bor uchun ko'rsatib olmadik. Yo'qsa sanuzelimiz razdельный holatda bo'ladi. Yuvinish xonasi va uni yonida hojatxonamiz. E'tibor bersanglar, bu yerda eski sanuzel bizib turib, oshxonani ochib olishgan, kattagina shunaqa divanli zona qilib qo'yishgan. Bemalol mehmoningizni zalda kutsangiz, bu yerda choy ichib o'tiradigan zo'r xonamiz bo'lgan. Yonida 2/6 balkon qismimiz, balkonimizning remontlariga e'tibor berasizlar. Xonadonimizning tepalari 10 yil garantiyasi bilan yopilgan. Struniy shkaflari, gaz plita, vitishka chiroylikini qilib mebel yasatib qo'yilgan. Xonadonimiz Sergeli tumani 4-Sergeli 4da joylashgan bo'ladi. Yon atroflarimiz maktab, bog'cha, hamma razvitasi bor. Yonimizda korzinka, yarmarka, hamma bozorlari bor. Narxi 64 ming, 5 qavatli, 15-qavatida, tepalari polni yopilgan, garantiyalari bilan xavotir olmanglar. 64 ming, qiziqqani bo'lsa nomer telefon qo'yasizlar.